Londonga kelib, nelegal qolaman deb o'ylab yurayotgan yurdoshlarim, bitta narsani aytaman. Mana men 3 yildan beri Londonga bitta maslahat beraman. Kelmoqchi bo'lsalaringiz, faqat legalni kelinglar, iltimos sizlardan. Men sizlarga to'g'risini aytaman-da, pachka bolalar sarson uyga yotadi. Bir haftaga 2 kun ishlab, nelegalni hech kim ishga olmaydi. Ha, ba'zilar bor, kam oylikka ishlab yuradi. Ha, ishlab yursa bo'ladi, joyingizni topgunizcha, lekin til bilmasangiz, dokumentingiz bo'lmasa, bu yerga shunaqa sarson bo'lasizlar, ishoninglar. Ishonmanglar, unaqa bor-ku, dokument qilmasang ham yashaysan, yurasan, lekin bu yerga vaqt o'tkazish uchun kelmaysan-ku. Bitta mendan maslahat, Londonga kelmoqchi bo'lsalaringiz, любой shaharga nelegal bo'lmanglar. Hurmatingiz ham bo'lmaydi, dokumentingiz ham bo'lmaydi. Hamma joyda qochib yurasiz. Ishingiz ham yaxshi bo'lmaydi. Yana o'zlaringiz bilasizlar. Assalomu alaykum.